Astagfirulloh. Necha kundan beri mana shuni olib chiqaman deyman, to'g'risini esa vaqtim bo'lmayotgan. Men bitta videoni mana ko'ringlar deyman bu. Menimcha bu astagfirulloh, o'zingizlar ko'ringlar dey hozir videoni. Voqea surasi, Istig'fora surasi 3000 marotaba yozsangiz, 4000 marotaba yozsangiz, 20000 marotaba yozsangiz, 100000 marotaba yozsangiz sizni hayotingiz o'zgarib ketadi. Bitta Voqea surasini yoki bitta Istig'fora surasini necha ming marotaba yozib insonning hayoti o'zgarib ketishiga agarda kafolat bo'lsa, nima kerak bo'ladi? Shuncha institutlar, universitetlar, PhD, MDlar, shuncha ilmiy ish. Butun olamlar Robbisiga qarshi gapirayotganini bilyaptim bu ayol. Kimdir agar mana shu ayolni tanishlari bo'lsa, bir Alloh taniydigan borib bu ayolga bildirib qo'yinglar, balkim xabari yo'qdir, islom dinini yaxshi tushunmas. Butun olamlar Robbisiga hozir qarshi borayotgandek gapiradi. Voqea surasi, Istig'fora surasi. Oldin oyat bilan surani ajratib oling. Voqea surasi, Istig'fora bu sura emas, bu surada olingan duo. Bandalar qancha ko'p o'sha istig'for etsa, Alloh taolo shunchalik ko'p bandalarga imkoniyatlar eshigini ochadi. Sizni dunyodagi hamma barcha universitetlaringiz, psixolog, psixoterapiyalaringiz hammasini Allohim bir soniyada kun fayakun qilib qo'yishga qodir zot. Nimiki narsa bo'lsin, bu dunyodagi nimiki ilm faningiz bo'lsin, nimiki bandalarni qo'lidan kelayotgan nimiki narsa bo'lsin, uni hammasini Alloh taolo beryapti. Agar Alloh xohlamasa, bitta dona men barmog'ingizni ham bundoq qimirlata olmaysiz. Ko'zingizni qilib ochib yopa olmaysiz agar Alloh xohlamasa. Kimki Allohni tanisa degan, Alloh butun dunyoni senga tanitaman degan. Ya'ni kim farzandiga Allohni tanitsa, men unga butun dunyoni tanitaman degan. Nimaga bunaqa degan Alloh taolo? Butun olamlar biz bilmaymiz, bizni aqlimizga, bizni bandasiga emas, bandasining aqli yetmaydigan darajada Alloh taoloni ikki dunyodagi mo'jizalarini bizga aqlimiz sizni вообще emas, sizni u ilmi faningizni umuman bittasini ham kuchi ham yetmaydi. Allohni bitta dona bir nima deydi? Bitta arzimagan, Alloh taolo uchun arzimagan bu dunyoda bandalarga berayotgan mo'jizalardan bittasi bu dunyoda biz yashayotganimiz, bizni mana shu oyna jahonga chiqayotganimiz, o'sha olimlarning ilm fanlarni hammasi bu Allohning izni bilan, Allohning fazli bilan bo'layotganligini balki shu ayolga kimdir tushuntirib qo'yar, voy tavba qildim, ko'rdim, olib chiqmasam bo'lmasdi. Chunki munkar ishni ko'rganda yoki tilingiz bilan qaytaring yoki qo'lingiz bilan degan. Bizni hozir qo'l bilan qaytarish imkoniyatimiz yo'q, lekin alhamdulillah mana shu internetda yaxshi bir tomoni, hech bo'lmaganda o'sha munkar ishlarga ba'zilariga tilimiz bilan nima deydi, qaytarishga harakat qilyapmiz. Aziz opa-singillar, aka-ukalar, iltimos har qanday psixolog, psixoterapiyalarga ishonmanglar, eshitmanglar. Musulmonmiz. Biz Allohni tanib, Allohning o'zini Qur'onida yozilgan narsalarga imkon qadar Alloh qodir qilgancha amal qilib o'tishimiz kerak. Ertaga Allohga yuzlanganda, ertaga Alloh Azroil alayhissalom kelganda o'sha sizni ilmiy fanlaringiz sizni qutqarib, Azroil alayhissalomni jo'natib olarmikan psixoterapiyalaringiz? O'ylab gapiring, hali ham kech emas. Tezgina istig'for aytib Allohga qaytib tavba qilib oling, opa. Tavba qildim. Azizlar, sizlar qanaqa fikrdasizlar? Izohlarda kutaman. Fikringlarni yozib qoldiringlar.